o'sha xomir so'zi keladi, o'sha kayf qilma degan o'sha. Sehrga, ya'ni folbinga borma, badaningga nakolka tizma, o'g'irlik qilma, halol ye, qimor o'ynama, o'zingni o'zing halokatga tashlama. Bu nima degani? Zararli, nos, sigaret shunga tushadi. Mana kalyan, elektron sigaret, organizm uchun zarar narsalar shu oyatga tushadi. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati degan Qur'onda so'z keladi. O'zingni o'zing halokatga tashlama. Mana shu sigaret, nos, halokat. Qur'onda bormi deydiganlarga bor. Nos, sigaret, psixotrop tabletga yoki shampan yo marixuana degan so'zlar yo'q Qur'onda. Lekin o'pishib bitta aytilgan. Xomir. Kullu muskirin xomir degan hadis bor. Nima mast qilsa, u xomir degan Rasululloh. Geri kiradi shunga, lasha kiradi. Mast qiladi u. Psixotrop tabletga kiradi. Spirtnoy kiradi. Nima kayf qilsa shunga kiradi. Chekmagan odam nos cheksinda, emganlaydi. O'rtamiz chekkanda 9-sinfda adashmasam. Nos chekdi, 3 minut o'tdi-da. Beton bilan mahkamlangan mashina tortsa ham jilmaydigan pirlabgan o'sha voydod pirlabga og'anayapti o'shalar degani hech esimizdan chiqmaydi. 16 yoshmidi ekan. Kayf qilar ekanda. Sigaret chekmagan odamga ikkita toptiringda tom ketib qoladi. O'rganib qoladi-da. Mana nimaga gerachilar peridozировка deb o'lib qoladi. Sabab doza ta'sir qilmay qoladi. Hatto gera ham kayf qilmay qo'yadi, qilavergani uchun. Bu degani siz qilaverganingiz uchun kimdir u kayf bermasa, kayf bermaydi emas u. Beradi. Bermagan taqdirda mana elektron sigaret xo'p kayf qilmaydi. Organizmga zarar zot. Xudo organizmni insonga omonat qilib bergan.